Ey Allohim, qalbimni senga bog'lagin, hayolimni jamlagin va bu namozimni ixlos bilan ado etishimni nasib qilgin. Ey Allohim, namozimizni qabul qilgin va qalbimizni tozalagin. لا شريك له له الملك وله الحمد لا هو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر Savol: namozda ko'zni yumib o'qishlik makruh deyiladi. Ko'zni ochib o'qisak, atrofda masjid gilamlaridagi naqshlarga xayol ketadi. Chalg'imaslik uchun nima qilaylik? Namozda chalg'imaslik uchun avvalo Allohni qarab turganini his qilish kerak. Namoz o'qiyotgan odam Alloh bilan munojat qilayotganligini unutmaslik kerak. O'zingiz bir kichkinagina korxonaning rahbarini oldiga kirsangiz, naqshga qaraysizmi? Qaramaysiz. O'sha rahbarning ko'ziga tikilib turasizki, mana bir xatomni topmasin deb. Qanaqa qilib endi Allohning oldida turganda gilamning naqshini ko'zingiz teradi? Bu nimaning dalolati? Demak, o'sha namozni o'qishda Allohning nazarini, qarab turganini his qilmashning dalolati. Shuning uchun o'shanaqa paytlarda niyatni yaxshi qilish kerakda, qalb hozirligi bo'lish kerak. Buni biz namoz to'g'risida gapirganimizda juda keng sharh qildik. Qalb hozirligi degani qalbda qilayotgan ishdan boshqa narsa bo'lmasligi kerak. Namoz o'qiyapsizmi? Demak, namoz bo'lsin, boshqa narsa bo'lmasin. Naqsh ham bo'lmasin, boshqa e'tiborni jalb qiladigan narsalar ham bo'lmasin. Agar shunaqa naqshga, boshqa taraflarga e'tibor ketaversa, o'sha naqshlarni yo'qotish kerak. Sodda, hech narsasi yo'q, joy namoz qilib, o'shunda namoz o'qish kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. E'tiborni jalb qiladigan narsalar sirtqi va ichki bo'ladi. Sirtqi narsalar ko'z bilan quloqdan kiradi asosan. Shuning uchun namoz o'quvchi kishilarga nasihat, ko'zingni qiyomda turganingda sajdagohingga qarat deyiladi. Sajdagohdan boshqa yoqqa ko'zni burmasin. O'tirganda qayerga tikadi ko'zini, va boshqa hammasi ko'rsatilgan. Quloqning ma'nosi ham shu. Quloqqa har xil, demak, tovushlar kirib, e'tiborni jam qilmaslik uchun chora ko'rish kerak. Ichki, demak, to'siqlar o'sha qalbda moli dunyoning muhabbati, boshqa ishlarning muhabbatini chiqarib tashlash kerak. Shunda inshaalloh xotirjam bo'ladi, xushu huzu demak joyiga keladi. Ko'zini yumib olib xushu qilgandan foyda yo'q. O'shuning uchun makruh deyilgan. Dunyo ortda qoldi. Hozir faqat ibodat. Bu namozimni meni senga yaqin qilsin. Har namozimni yaxshiroq qilishni nasib et. Qalbimga huzur va halovat bergin. Ey Allohim, bu namozimni meni senga yaqin qilsin. Amin.